Şərqi Türkistan Cumhuriyeti elan qılınğanlığının 91 yıllığı və ikinci qatımlıq Şərqi Türkistan Cumhuriyeti elan qılınğanlığının 80 yıllıqını xatırlaş siyasi hərəkət yığınında Şərqi Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Mehmet Əli Əpəndi yanıdan qurulğan Şərqi Türkistan Siyaset İnstitutu tərəfindən nəşr qılınğan Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti tarqatqan Şərqi Türkistan heç qaçan Xitayning bir partisi bolmagan. Onun müstəqilligini əsliga keltirish birdən-bir chiqish yo'li nomli aqtashliq kitobni rasmiy e'lon qilib mundaq dedi. Qimmatlik mehmonlar, do'stlar, Şərqi Türkistan qo'llovchilari. Biz bilan bu yerda birlikda bo'lganligingiz uchun ko'p rahmat. Adalet, egilik huquq va mustaqillikni asliga keltirish uchun o'rtaq ko'rishimizga muhim sahifani boshlashimizda bizning yanimizda bo'lganinglardan sharaf, o'zgachilik his qilamiz. Bugungi kun bizning ko'rishimizga boshqa kunlardan farqli bir kun. Bugun tarixiy bir burilish nuqtasi. Hammanglarning bilganidek Sharq Turkiston xalqaro sahnadan kimlik, tarix va kulturni yo'qotishning g'oyat zo'r darajadagi o'rinishiga duch keldi. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan 75 yildan ortiq vaqtdan beri izchil turda xato uchur tarqitish, assimilyatsiya qilish, irqiy qirg'inchilik qilish qilmishlarini yurgizib keldi. Dunyo bu haqiqatlarga sal qaradi. Bu parvosizlik, xabarsiz qilish, qarshi harakat qilmaslikni keltirib chiqardi. Sharq Turkistonning ahvoli, haqiqatlari aniqsiz qoldi. Biz o'zimizning ahvoliga qarata keskin qadamlarni ilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdagi tavranmas saqliq ko'rishimizda dunyoni Sharq Turkiston haqida ma'lumotga ega qilish uchun bir asarni o'ttirg'i chiqardik. Ya'ni Sharq Turkiston hech qachon Xitoyning bir partisi bo'lmagan. Uning mustaqilligini asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'li nomli 379 betlik oqtashliq kitobning nashr qilinganligini faxrlanib turib jakarlayman. Bu kitob Sharq Turkiston surgunda hukumati va yangidan ochilgan Sharq Turkiston Siyaset İnstitutining yillardan beri qaytarqinib tadqiq qilishi, hamkorligi va egilmas sunmas tirishchanligining tinim topmay xizmat qilganligining eng yuqori pallasi. Sharq Turkiston Siyaset İnstitutiga men keyin qaytaman. Bu kitob bizning qahramonimiz Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor tarafidan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga vakolatan tadqiq qilinib, to'planib yozilgan. Hammamiz birlikda Salih Xudoyorni bu emgak uchun tabriklaylik. Bu bir obida xarakterli qaltis asar. Men bu kitobni baya umuman bir inchikildim. Tarixiy bilimlar, savatlarning cho'nqurligiga hayron qoldim. Xitoy bizning tariximizni nihoyatda inchiklik bilan o'zgartgan. Tariximizni burmulagan. Bu bizning mustaqillik davosimizda tariximizning shon sharifi va haqiqatini tunji qatim asliga keltirishimiz bo'lib, bu xizmat yolg'iz Sharq Turkiston xalqini emas, balki butun dunyo xalqini bizning shonliq tariximizdan xabardor qiladigan eng to'g'ri tirishchanlikning isbotidir. Bilganingizdek, Xitoy tariximizni bizga qurol sifatida qo'llandi. Tariximizni ustunlik bilan to'qib chiqib hokim bo'lib oldi. Bundan keyin biz tariximizning Xitoy tarafidan bayon qilinishiga yo'l qo'ymaymiz. Tariximizni o'zimiz bayon qiladigan vaqt keldi. Tariximizni, kimligimizni, xalqimizning nima uchun vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish uchun to'liq sharaflik va intayin muqaddas kurash qilayotganligini so'zlaydigan payt keldi. Hammanglarning bu kitobning ko'paytirilgan nusxasini olishinglarni umid qilaman. Bundan keyin bu bizning davlatimiz, millatimiz to'g'risidagi har xil tarixiy uchurlar uchun rasmiy intayin ishonchlik, intayin puxta manbaga aylanadi. Yolg'iz bular emas, bu kitob Sharq Turkistonning bir partisi bo'lishdagi g'ururni his qildirib, millatimizga bo'lgan muhabbatingizni yetildirib kuchaytirdi. Shundaqla bugun biz muloyiza qilganimizdek, bu qorong'ulikda aqliy, axloqiy va siyosiy jihatda yetaklaydi. Nima uchun kurash qilayotganligimizni tushuntirib beradi va bu qorong'ulikni yo'ritishda kichikkina bir nur bo'la oladi. Nutqimning oxirida siz o'qiy oladigan, baho bera oladigan va kelgusidagi foydalanishingiz uchun ishlata oladigan bu esil kitobning nashr qilinib, ko'pchilikka sunilganligiga rahmat aytman dedi.